hafta bo'ldi olganimga. Yaxshi. Yaxshi, juda ham zo'r, tabiiy mahsulot. Mana 3 oy ichib tugatdim. Juda katta foydasi bor. Davleniyalarim normal holatga tushdi. O'zim adashmasam 6 oydan beri ichaman. Boshida biz ham ikkilanib olgan edik. Hozir Xudoga shukr tavsiya shart emas. Biz navbatdagi mijozimiz oldiga yetib keldik. Sirdaryo viloyati Guliston tumanida turibmiz. Salima opani oldida. Salima opa, sizga bitta savol. Nimaga aynan xonima mahsulotini tanladingiz? Menda qon-kamlik anisi bor edi. Shu Kamqonlik. ha, qonim kam edi. Keyin bir kurs lecheniya olganda aniqmadi. Keyin buni reklamasini ko'rib, Sardor domla reklama qilgan ekan. Keyin shuni oldim. Lekin hozir 2 hafta bo'ldi olganimga. Ichib aniq qilyapman. Yaxshi. Kofesi bilan ozduruvchi, keyin rayhonli choyidan mahsulot. Effekt oldingizmi, yaxshimi? Ha, rahmat. 10 kilo Mahsulotimiz haqida berasiz. 2 og'iz. Yaxshi, juda ham zo'r, tabiiy mahsulot. Yana olish niyatim bor. Yaqinlarimga ham tavsiya qildim. O'zimni opacham ham olaman deb yuribdi. Xudo xolasa yana olamiz. Endigi manzilimiz Jizzax viloyati Arnasoy tumanida Nargiza opam oldida turibmiz. Davleniyam bor edi. Ko'proq davleniyam bezovta qilardi. Xo'jayinim Rossiyada turib tavsiya qildi. Mana 3 oy ichib tugatdim. Juda katta foydasi bor. Davleniyalarim normal holatga tushdi. Sizlardan biz xursandmiz. Mana foydasini ko'ryapmiz. Rahmat. Iloho amin. Doim bundanda o'singlar. Amin. Elni nazaridan qolmanglar. Allohim sizlarga ham sog'lik salomatlik bersin. Hamma sog' omon bo'lsin. Martabalaringiz bundanda ziyoda bo'lsin. Hammaga yurtimiz tinch bo'lsin, yurtboshimiz omon bo'lsin. Hammaga sog'lik salomatlik bo'lsin. Juda katta rahmat. Doim Alloh panohida shunday o'zgarishlarni qilib yurish nasib qilsin. Ilohim Alloh. Katta rahmat. Biz navbatdagi manzilimiz Samarqand shahriga yetib keldik, Bobur akam oldiga. Bobur akam ham doimiy mijozlarimizdan bittasi. Honeymoon mahsulotini bizga boshida bir ikkita mijozlarimiz so'rashganda biz qiziqib o'shani olib kelgandik. Undan keyin o'zimiz ham qiziqib ichib ko'rdik. Foydali joylarini his qilgandan keyin muntazam ichishga o'tib ketdik. O'zim adashmasam 6 oydan beri ichaman. Honeymoon mahsulotini foydasi nimada desangiz agar salqin havoda, masalan, erkak kishida masalan sal muammo bo'lishi mumkin. Baribir endi yuvinadi, boshqa qiladi, muammo bo'lishi mumkin. Shuni oldini oladi, kuchni ko'paytiradi, energiya beradi. Endi savdoda ishlagan odam ko'pincha oyoqda bo'ladi. Foydasi bor, haqiqatan ham bor. O'zim ichib ko'rganman va o'zimizning mijozlarga ham tavsiya beraman, maslahat beraman. Anchadan beri olamiz. Nechta olgansiz, nechta masalan sotgansiz desangiz agar taxminan bir 200 taga yaqinroq bo'lishi mumkin. Maslahat beraman, ichib ko'ringlar, o'zi foydasini sezasizlar. Juda chiroyli joylardan o'tib, zo'r manzarali joylardan o'tib biz Surxondaryo viloyati Jarqo'rg'on tumaniga yetib keldik. Jo'rabek akam oldiga. Mahsulotni Jo'rabek akam emas, lekin ayollar ichgan ekanlar. Bizga Jo'rabek akam o'zim chiroyli qilib tushuntirib beraman sizlarga deganlarga. Jo'rabek aka, assalomu alaykum. Yana bir marta yaxshimisiz aka? Suyimsiz? Hurmatli xonimon kompaniyasi mijozlari, biz Surxondaryo viloyati Jarqo'rg'on tumanida turamiz. Shu xonimon mahsulotini bu yil 3 yil, xudo xolasa 3-yil ichyapmiz. Bizga meni ayolim ichadi, o'zim ichmayman, ayolim ichadi. Foydasi zo'r bo'ldi. Boshida biz ham ikkilanib olgan edik, hozir Xudoga shukr tavsiya shart emas. Olmay olib ichyapmiz.